Assalomu alaykum. Penablog O'zbekiston kanali obunachilari, do'stlar, 5-aprel holatida Penablog biznesi bilan tanishtirib o'tamiz. Penablog xomashyosi, parashoglari bilan, Penablog g'ishlari bilan, ishlab chiqarish jarayonlari bilan noldan hammasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi bo'lib parashoglar. Do'stlar, adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 25 kiloglik qop, 2 yil suroglari bor. Xitoy parashoglarimiz 950 ming so'm joydagi narxi. Hindiston parashoglarimiz 1 million 200 ming so'm. Mana bu Hindiston parashog bo'ladi. Arqa tomondagi 15 qopgina qoldi do'stlar. 15 qop Xitoy parashogida mana bu yoqda ham bor. 15 qop Xitoydan qoldi, 4 qop Hindiston parashogidan qoldi do'stlar. Ulgurib qolamiz. Hozir mana 10 kiloni ham Xorazm Urganchga o'lchab qo'ydik. Kiloga ham beryapmiz Xitoy parashogini. Imkon qadar kiloga ham 10 kilo yetkazib beryapmiz. Xullas ulgurib qolamiz. 950 mingligidan 15 qopgina qoldi. Yangi partiya parashoglarimiz kelyapti. Narxlari ham baribir xohlaysizmi yo'qmi ozgina qimmat bo'lib keladi do'stlar, yangi partiya kelgan vaqtda. Imkon qadar 950 ming chiqarishga harakat qilamiz. Bizga ham qimmatroq kelsa, qimmatroq sotamiz. Xullas parashoglarimiz mana shunday narx bilan ana endi ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Penablokdan qurilgan uyimiz 1 yildan beri turibdi. Shuni 1 yildan beri tinimsiz videolarini chiqarib boryapmiz. Hech narsa bo'lgani yo'q, ko'rishingiz mumkin. 1 yil oldin qanday video qilgansak, xuddi shunday turibdi. Mana bu yangi quyilayotgan holati. Kecha 4-aprelda 504 ta qish quyilgan, bugun ham 504 tadan kam quyilmaydi, xudo xolasa. Mana qolipdan yangi kelayotgan g'ishlarimiz 20, 30, 60 razmerdagi g'ishlarimiz buni. Ko'rishingiz mumkin, hammasi bir xil tip-tiniq g'ishlarimiz, biror bir chertilgan joyi yoki aybi yo'q. Daj rangida ham farq qilmaydi bir-biridan. O'ta tiniq holatda chiqib kelyapti. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 12,5 ming so'm joyda yuklab berayotgan g'ishlarimiz do'stlar bu. Qolipdan chiqqanini o'zida qattiq holatda. Mana bu tomonda endi quriganlari bilan tanishtirib o'taman sizlarga. Hozir qorish jarayonini ham qisqacha ko'rsatib o'taman. Mana bular quriganlari do'stlar. 12,5 ming joyda yuklab berilayotganlar. Ovozini eshitishingiz mumkin. Ko'cha tomonda katta partiya g'ishlarimiz bor. Hozir ko'rsataman ko'cha tomon. Bu faqatgina hovli tomon g'ishlarimiz. Ko'cha tomonda katta partiya g'ishimiz turibdi. Zakasga chiqyapti g'ishlarimiz. Aslida zakas. Mana bunday tumbaliklari bor, so'rashadi ko'pchilik mana. Ovoz eshitilgan bo'lsa eshitildi deb yozamiz. Tumbaliklari bor, latogliklari bor do'stlar. Hammasidan bor. Zakas bilan hammasini chiqarib beryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa 40 lik g'ishimiz ham bor desa, 40 ga 19,5 g'ishimiz. Video ketaylik. Quyish jarayonini o'z bitta videoga olib ketamiz. Mana gipslarimiz kecha yomg'ir yog'gani uchun samosavalda ichkariga tiqib tushirib olganmiz. Retseptini ham aytib o'tib ketamiz hozir. Uni o'zimda qilishgan aka. Biz qo'yamiz-ku. Hozir qo'yib qo'yishda qotira olishgan. 50 litr suv mana. 50 litr suv. 38 kilo gips. Hozir qo'yib qo'yishda 2 kilo sement do'stlar. 3 ta g'ish shunda. Mana bu Xitoy parashogini penasi. Nima deysan? Mana sementni ham qo'shib yubordim. Xitoy parashogini penasi mana shu bo'ladi do'stlar. Qorish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. 3 ta g'ishda retsepti bu 3 ta g'ishda. Uchta g'ishda retsepti shu bo'ladi, 3 ta g'ishga. 3 tadan ko'p chiqarganimiz yo'q. 3 ta g'ish qattiq toshda chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday quyish jarayonlari davom qilaveradi. Sementlarimiz bor, gipslarimiz bor. Gipslarimiz. Hozir ko'cha tomon g'ishtimizni ko'rsataman. Ko'cha tomonda juda katta plashatkada g'ishtimiz bor.
Mana shu yerdan boshlanadi g'ishimiz. Juda ko'p siz zakasga bu g'ishlarni. 6000 tadan ziyod 7000 taga qarab ketyapti g'ishimiz. Juda ko'psini egalari qurishini kutyapti. Tumba latoglari bilan chiqarganmiz, egalari qurishini kutyapti. Tepa tomondan ko'rinishi. Mana shunday penoblok biznesi davom qilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu penoblok ishlab chiqaradigan apparatlarni ham yetkazib beryapmiz. Yevro qoliplari bilan 900 dollar O'zbekiston bo'ylab dastavka, o'rnatish, o'rgatish hammasi ichida do'stlar yetkazib beryapmiz. Penoblok apparatlarini ham. Mana shunday sifatli g'ish chiqarishni o'rgatib qo'yamiz. Mahsulotlar, parashoklarini yetkazib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab gipslarini, sifatlisini, adreslarini berib qo'yapmiz. Xullas, mahsulotdan muammo bo'lgani yo'q hozircha. Xullas do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, mana bu yerda qirlik qolibimizdan ham bor. Zakas bilan yasatganmiz, 4 tasini o'zimiz ishlatyapmiz. Mana 4 tasiga klient bo'lsa, buni ham sotamiz, qirlik qolib. 40 ga 19,5 chiqadi buni g'ishi. Yevro qilib yasalgan taylargacha profil berib. 40 ga 19,5 latogi bilan 6 talik, bir bilan 750 ming so'mdan kelib olib ketsangizlar bo'ladi. 3 ta qolibidan bor, bitta latogidan bor do'stlar. Kimdir uyimni 40 qilib ko'tara olaman, o'zim qolib olib qolgan hamma narsasini o'zim yasayman, faqatgina qolibni o'zi kerak deganlar uchun 1 bilan 750 ming so'mdan mana yevro qilib yasalgan qolib olib ketaverasizlar. Juda zo'r holatda. Ishlab chiqarish davom qilyapti. Kunlik 500 ta ishlab chiqarilyapti. Mana bu tomonda latogli g'ishlarimiz. Baho beramiz buni ovoziga ham. O'ta zo'r holatda. Qattiq g'ishlarimiz. Mana bu tomon tumbali bo'lib ketadi. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, penoblok apparatlari, Xitoy hind parashoylari, penoblok g'ishlarini yetkazib beramiz. O'ta tiniq holatda turib ko'rishingiz mumkin latogli g'ishlarimiz. Hammasidan bor. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. G'ishlarni kelib ko'rib, sifatiga baho berib, ma'qul bo'lgandan keyin olishingiz mumkin. 16 minglik g'ishimiz mana do'stlar. Sementini ko'p qo'shib chiqarib qo'yganmiz. O'ta zo'r holatda turibdi. Kimga 12,5 minglik g'ish ma'qul bo'lmasa, o'ta qattiq, o'ta og'ir g'ish kimga kerak bo'lsa, mana do'stlar. Xohlagan g'ishlaringiz bilan raqobat qiliblar, qattiq, qo'l umuman botmaydiganidan. Kelib ko'rib zakaz berasizlar, chiqarib beramiz. Bu g'ish faqat zakazga chiqarib, bu probaga 6 ta chiqarib qo'yganmiz. Zakaz bilan chiqarib beramiz bu g'ishni ham. Xullas, mana shunday do'stlar, hozir qurilgan uyni ham, penoblokli uyni ham bitta yaqinroqdan ko'rsataman. Hech narsa bo'lmagan, erib oqib tushmagan, yorilib ketmagan, hech qayeri yiqilmagan. Juda ko'pchilik so'raydi penoblokdan qurilgan uyni ko'rsating deb. Mana shu uy o'tgan yil qurilgan holatida qanday qurilgan bo'lsa, xuddi shu holatda turibdi. Shu yilning ustlarini yopamiz, videolarini chiqaramiz, ustini yopgan videolarimizni. Klientlar kelib, ko'rib, sifatiga ishonch hosil qilib, zakaz berib ketishyapti penoblok g'ishlarini. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol keladi, ko'radi. Mana o'tgan yil qurilgan shu uy. O'tgan yildan beri hech qanday bir nuqsoni yo'q, erib oqqani yo'q. Yomg'ir, qorda polni turibdi shu uyimiz. Mana latogli g'ishlar kimdir tushib ketadi deydi. 1 yildan beri bu tushib ketmaydi. Majburlab ham tortib tushira olmaysiz. Mana 2 metrlik derzani ustiga latok terilgan. Zo'r holatda turibdi. Eshiklarning usti ham latok, mana polni ko'risharmiz. Derzalarning usti ham polni latok. Mana o'tgan yil kesib ishlatilgan g'ishni qattiqligini ko'rsatamiz. O'tgan yildan beri shu g'ishlar mana shu holatda turibdi. Yomg'irda ham turibdi, qorda ham turibdi. O'tgan yilki qolgan kusaklar mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana endi sindi, mana ko'rishingiz mumkin, ichi ham zo'r holatda turibdi. O'tgan yil kesib ishlatilgan kusak g'ishlar shular. Xullas, videomiz yoqgan bo'lsa, like'larni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Penoblokni sifatlisini tanlashda adashmang. Eng muhimi, qayerdan penoblok olishingizdan qat'iy nazar, penobloklarni ko'ringlar, sifati yoqsa olinglar, sifati yoqmasa olmanglar. Sifati yoqmagan g'ishni hech kimga maslahat bermayman. Olib terishda erta pishirmay yeganning foydasi yo'q. Shuning uchun yaxshilab qayerdan g'ish olsangizlar ham yaxshilab o'rganib chiqib, sifati ma'qul bo'lgandan keyin olinglar. Xullas, like'larni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.